Assalomu alaykum. Yana bir o'zgacha ishtahochar mol iliga qo'shilgan qozon kabob tayyorlashni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, shunaqa go'shtlarni yumshoq, kartoshkalarni tillarang va qarsildoq qilib tayyorlashni o'rganib olasizlar. Istalgan go'shtdan tayyorlasangiz bo'ladi. Chiroyliroq chiqishi uchun mol go'shtining qo'rg'ali qismini, qo'rg'alarini olib tashlab, ichiga tuz bilan zira surtib, ip bilan bo'ylab tayyorlab oldim. Go'sht tayyorlab olganimizdan so'ng qozonga bir cho'mich yog' solib, qizdirib, go'shtimizni ikki tomonini tillarang qilib qizartirib olamiz. Go'sht ko'rib turganingizda chiroyli bo'lib qizargandan so'ng 5-6 dona sarimsoq piyoz, pomidor, tuz sepib, ustidan 1 litr suv quyib, qaynab chiqqandan so'ng olovni pasaytirib 3-4 soat davomida dimlab qo'yamiz. Bu orada kartoshkalarni tuzli suvda tuzlab qo'yamiz. Yumshoqqina va mazali bo'lib pishgan go'sht qozonni olib, tagida qolgan shirasini idishga suzib olamiz. So'ng qozonni osongina tozalab olib, yengi yog' solib, kartoshkani ozgina qovurib olamiz. Ziravorlarni sepib, o'zgacha chiqishi uchun mol iligini videoda ko'rsatilgandek qilib solamiz. Ustidan go'shtni qo'yib, o'zidan chiqqan shirasini ozgina solib, 50 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda suzib olamiz. Oxirida olovni baland qilib, kartoshkani qovurib olsanglar, ichlari pyreli, ustilari qarsildoq bo'lib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, o'choqda emas, oshxona sharoitida tayyorladim. Sizlar ham uyda bemalol xuddi shunaqa tayyorlasanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like ayirmasanglar xursand bo'laman.